Qanday va qayerdan kvartira olsak bo'ladi? Agar men student bo'lsam, yarim stavka ishlasam ham bo'ladimi? Kvartira ololamanmi? Studentlarga bermaydi. Hozir aytib o'taman, kimga beradi, kimga bermaydi. Agar sizda qo'lingizda patent bormi, RVP, вид на жительство, гражданствоyingiz bormi, официально ishlamasangiz bermaydi. Agar sizda qo'lingizda patent, RVP, вид, гражданство bo'lib, официально ishlasangiz keyin beradi. O'shanga ham bitta oilaga bir kishi ishlasa официально bermaydi. Faqatgina oila 2 kishi ishlashi kerak. Sabab desangiz, hozirgi kunda Rossiyada banklarning protsenti ko'payib ketgani uchun 2 kishining oyligiga yetadi, bir kishiniki yetmay qolgan, shu sababdan bermaydi. Yo bo'lmasa oilangiz katta bo'lsa, hisob kitobini oladi bank birinchi, bizga to'lashga ro'zg'origa yetadimi deydi, yetsa beradi, ungacha bermaydi. Xod patent, xod гражданство, вид farqi yo'q. Agar menga hamma dokumentlarim bor, olmoqchiman desangiz, 2 xili bor. Bittasi новостройка, ikkinchisi вторичка deyiladi. Yangi новостройкani hamma biladi, вторичка bu eski dom. Kimdir yangi olgan, o'shani sotmoqchi. Agar вторичка olaman desangiz, to'g'ri bankka borasizda, uni bankdan birinchi dokumentlaringizni berasiz, ular одобрить qilsa, keyin olasiz. Новостройкаga bo'lsa, birinchi новостройкаga borasizda, отдел продажasiga kirib, o'sha yerdan so'raysiz, nech pulga olmoqchisiz, nech pulingiz bor, первоначальный взнос, hammasini gaplashib, agar ular to'g'ri kelsa, keyin bankka jo'natadi. Bankka o'nglagan hujjatingizni berasiz, одобрить qilsa, keyin bemalol olasiz.